13 may haftaning chorshanba kuni qushlar uchun tayyorlagan qafasimiz va nihoyat tayyor bo'ldi. Obzorni sizlar bilan bo'lishamiz. Qafasimiz mana balandligi 2,10 cm, uzunligi 1,5, yon tomoni esa 1,10 cm o'z ichiga oladi. Ichida daraxti bor, ranglari mokri. Setkalari ham bitta baho berasizlar, qalin setkalardan tortganmiz. Chirpissalari ham matviy bo'lgan. Xo'p. Qafasimiz mana taglarida tortma dixobkalari mavjud. Splashnoy olinib qo'yiladi. Va 4 ta balonlari bor, yumshoq harakatlanadi. Va oldidan mana supuga qaragani eshikcha portcha qilganmiz va qulf o'rnatadigan osganmiz. Asosiy kirish eshiklari esa orqa tomonida. Mana zuluflar bilan qilib berdik va ichida daraxtni va bitta inlarini ilib berdik. Egalari zakaz qilishdi. Namangandan Toshkent viloyatiga bu qafasimizni tayyorladik. Narxini esa $200 ga tayyorlab berdik. Dastlabki qilib olishadi albatta. Kimga shunday mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.